Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, bugun yana bir bo'ynimizdagi og'ir qarzlardan qutulyapmiz, alhamdulillah. Bugun mana omonatni o'z egasiga topshiramiz. Bular uchun bu misli ko'rilmagan baxt, misli ko'rilmagan shodlik, xursandchilik. Ular shu paytgacha 10 yildan ziyod bir xonali uyda qiynalib yashashgan. Uchta bir-biridan shirin qizaloqlarimiz, yetim qizaloqlarimiz va ularni shu darajada qiynalganki, jonidan o'tib ketgan bir onajonisi desak to'g'ri bo'lsa kerak. Biz bugun Jizzaxdamiz azizlar, bularning xabari yo'q. Hozir biz ularga qo'ng'iroq qilamiz. Ular hozir kasalxonada davolanyapti. Chunki shamollash o'tib ketgandan ko'chkalariga ham, boshqa a'zolariga ham zarar yetgan, hojatxonaga ham chiqa olmaydigan holatda og'ir ahvoldalar. Shu bola chaqamni uy-joy qilaman deb, vatan qilaman deb, o'zga yurtlarda sarson bo'lib yurgan bir hamyurtimizni bugun biz alhamdulillah yaxshi ma'noda qutqaramiz. Hammalarimiz birgalikda. Assalomu alaykum. Komilo, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bansaga tushgan ekansiz, Komilo? Ha, bansaga tushib qoldim. Yaxshimisiz? Vrachlar nima deyishyapti? Hozir buyurgan, shamollash bor ekan, tuz bor ekan. Bitta tabib bilan gaplashgandim-da o'sha sizda. O'shanga o'sha Olmazor City biz domimiz tomonda ekan. O'shanga olib borib kelamanmi deb sizga telefon qilayotgan. Yaxshi tabibmi? Yaxshi, xudo xolasa zo'r tabib deyishyapti. Xudo xolasa o'tib qani olib borib kelaman emasam sizda o'sha tabibni oldim. Yarim soatlarda borsam bo'ladimi? Hozir o'smakorlarni o'g'irdim. Bo'ldi, hop bo'ladi. Xudo xolasa o'taman. Xo'p, rahmat. Salom. Assalomu alaykum. Jizzax shahridan 3 xonali yangi o'zinglarni uyinglar sizlarga muborak bo'lsin. Go'zal lahzalar. Har qanaqangi mo'min kishi uchun orzu qilishga arziydigan, umrini fido qilishga arziydigan lahzalaringizda. Shu onda mana shu uyga, mana shu xursandchilikka sabab bo'lgan kimiki bor, kim zakotini berdi, kim ihson qildi, kim befarq bo'lmadi, yordam qildi, xizmat qildi, hammalaridan Alloh taolo rozidir. Chunki yetimni boshini rahim bilan silanglar degan vasiyatni kim aytgan edi? Jannatda men bilan mana shu qadar yonma-yon bo'lasizlar deganlar Payg'ambarimiz alayhissalom. Payg'ambarimiz alayhissalomdan juda ko'p hadislar bu haqda rivoyat qilingan. Shular jumlasidan kim odamlarga rahim qilmasa, Alloh ham unga rahim qilmas deganlar. Subhanalloh, qarang. Oddiy gapdek qabul qilamiz, lekin aslida juda ham qo'rqinchli-da. Alloh bizga rahim qilmasa holimiz ne kechadi? Bir tasavvur qilinglar. Va bir tafakkur qilinglar, hayotimiz davomida, kundalik hayotimizda qanchadan qancha insonlarga qo'limizdan imkonimiz bo'lsa-da, qo'limizdan kelsa-da rahim qilmaymiz. Shunchaki o'tib ketamiz. Zamon shunaqa deymiz, yo'q azizlar. Zamonda ayb yo'q, biz o'zgarganmiz. Qarang, hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. O'zini maishati to'q bo'lsa, eni bulut bo'lsa, uyi issiq bo'lsa, mashinasi bo'lsa, uchastkasi bo'lsa bo'ldi bo'lib qoldi. Hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. Bu dunyoga imtihon uchun kelganmiz, imtihon qilinyapmiz. Mana shu imtihonlarimiz, bola chaqalarimiz imtihonlarimiz, ota-onalarimiz, do'sti birodarlarimiz hammalari imtihon bizga. Kimdir sizdan nimadir so'rab kelyaptimi, bilingki u o'zidan kelmaydi.
uni sizni oldingizga Alloh yuboryapti. O'sha nimadir so'ragan iltijoyingiz borki, shuni shunga bog'lab qo'ygan. Boyishlik, baxtu saodat yig'ishlik bilan emas, berishlik bilan. Zotan biz ham Allohni berganini yaxshi ko'ramiz-ku, to'g'rimi? Tinmasdan ber deb so'raymiz. Alloh ham aytayapti, men berganlarimdan sen ham bo'lish deyapti Alloh taolo. Hammasini emas, butun bor butingizni emas, ortiqchasini bering. Berganingizdan o'rni yanada to'laveradi. Qalbingizda sakinat paydo bo'ladi. Gunohlaringiz to'kiladi. Kasallaringiz tuzaladi. Boy bo'lasiz, badavlat bo'lasiz. Hech ham yutqizish yo'q bu ishda azizlar. Shu yerdagi vatandoshlarim orqali, Jizzaxdagi mana shu hamyurtlarimiz orqali men sizlarga ham murojaat etyapman. Aziz yurtdoshim, bizni minglab, millionlab insonlar tomosha qilishadi. Bugun biz Ajr qora sedana loyihasi doirasida kelganmiz. Qarang, shu tijoratni ham sadaqai joriy bo'lsin deb ulug' niyatda tashkil etgan edik. Qarang, orqasida nimalar sodir bo'lyapti. Vaholanki, qora sedana o'zimizga kon foyda. Ham salomat bo'lasiz, ham saxovat qilasiz deganimizni mana aniq isboti. Qolaversa, tijorat qilib turib, mana orqasidan yaxshiliklar qilsa ham bo'lar ekan-ku. Faqat o'zimga, nafsimga demasdan bo'lishni bilishimiz kerak-da. Mana shunday tijoratlar ko'paysin. Bizning niyatimiz mana shu. Alhamdulillah, ko'ryapmiz. Bir nechta tadbirkorlar xuddi shundan ibrat olib o'zlarining tijoratlaridan 20%, ni 30%, ni 40% ni Allohning yo'liga, yetim faqir miskinlarning yo'liga, yurtning farovonligi yo'liga sarf etyaptilar. Juda ham xursandmiz. Yaxshi ma'noda ibrat bo'layotganimizdan. Hammamizdan qolib ketadi bu dunyo. Bizdan qoladigani mana shu yaxshilik va biz bilan ketadigani ham mana shu yaxshilik. Sizga uylar muborak bo'lsin. Juda ham xursandman. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Va bu ihson sadoqatlarni Alloh taolo ota-onalarimiz nomlaridan qabul aylasin. Ular o'tganlar mehr bilan bizni dunyoga keltirib, oq-yu oq taraf voyaga yetkazgandilar. Ming afsus bu kunlarni ular ko'ra olmadilar, lekin hali umrlari davom etyapti. Men ishonchim komil, mana shu yaxshi amallardan borajak savoblar ularni quvontiryapti shu on. Inshaalloh mana shunday hamjihatlik bilan, birdamlik bilan faqatgina yutamiz. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Ana endi uyga marhamat. Rahmat. Xush kelibsizlar. O'zinglarning uyinglar bu ana qizim. Xush kelibsizlar. İnşallah. Yig'lash bo'ldi ona qizim, bo'l yig'lama. To'xtang, o'tirsinlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Xush kelibsizlar. Muborak bo'lsin. Uy go'zalligini qarang. Maşallah. Allah razı olsun. Hammalarimizdan. Katta ko'ra. Albatta azizlar. Qani yuring tomosha qilamiz. Şükür. Yeni taşıp gitmemişler.
Allah'a şükür. İnşallah. İnşallah. Umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolisi bundan buyoq yaxshilik bo'ladi. Onajoningiz ham tuzalib ketadilar. Bulan to'ylarga bosh bo'lasiz inshaalloh. Allah razı olsun. Amin. Hammalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar bizlarni qanchalik suyuntirganingiz Robbim sizlarni Amin. qanchalik jannatlarda suyuntirsin. Shunday ko'rganim. Hechkim chiqarib yubormaydi-ya bizni. Subhanalloh. Hechkim haydamaydi bizni endi. Kelinglar. Nima ovqatni yaxshi ko'rasizlar? Qaysi ovqatni yaxshi ko'rishadi? Kichkina qizim mantini yaxshi ko'radi. Mantiq berasiz, endi birinchi bo'lib. Alhamdulillah. Mantiq beradi endi inshaalloh. Allohga shukr. Qani kelinglar. Qani bir duo qiling. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Hammalaringga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hech kimni Allohning muhabbatidan ayirmasin. Alloh yaxshi ko'rsin aka. Allohning muhabbatini hech narsa buzolmaydi. O'zi tasavvur qila olmayman. Shunchalik Alloh meni eslab yordam berib bizani shunday bizga shunday uylarni berganiga biz loyiqmidik deng. Allohim loyiq ko'rgani uchun, sizlarni bizga jo'natgani uchun Allohimga shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatlarda birga bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Hamisha shu ishlarga yordam bergan, qo'shilgan, xizmatini ayamagan jamiki yaxshi insonlarni Allohim o'z panohida asrasin. Atroflarda yaxshi insonlarni bersin. Bu dunyo va oxirat yomonliklaridan saqlasin. Yuzimiz yorug' bo'lib, so'nggi nafasimiz Allohning huzuriga iymonli bo'lgan holda borishlikni Robbim nasib aylasin. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Alloh akbar. Bu oilamizni azizlar siz tanimaysiz, bularni ko'rsatmaganmiz. Birinchi bor ko'rishingiz. Nima uchun bu oila deyishingiz mumkin. Hozir o'zlaridan eshitasiz. Shu qadar qiynalishganki, uni siz bilan men ko'tara olmasdik. Biz bularni Istanbuldan topdik. Istanbulda tikuv sexida ishlayotgan paytlarda, zaxlarda, musofirchilik azoblarda kim endi biladi bu narsani, faqatgina musofirda yurgangina biladi. Buni azobini. Bo'lib ham ular ayol kishi boshi bilan, yolg'iz ayol kishi boshlari bilan, qizlari bilan borganlar shu joyga. Hech kimga ravo ko'rmayman. Qiyin. 3 qizim edi shu uy joy olish uchun oxiri majbur bo'ldik Turkiyaga ketishga. Bu yerda ishlardik. Kvartirada turdik, qiynaldik. Bolalarim kasal bo'ldi. Qarzlarga kirib qoldim. O'zi hech bolalarimni tashlab ketgim kelmas. Oxiri majbur bo'ldim ketishga. Shu katta qizim bilan ketib ishlab, uy-joy o'zimiz uyimiz bo'lsin deb ishlagani ketdik. Lekin qiyin musofirchilik, ayniqsa ayol kishilarga. Inson majbur bo'lganda sabr qiladi. Faqat Allohdan so'rardim. Qizlarimni sog'inib, Allohimga omonat topshirib ketdim. Qancha bo'ldi Istanbulda? 6 oy bo'ldi. Ish topishingiz ham qiyin bo'ldi boshida. Boshida qiynaldik. Ish beruvchilar ham noinsoflik qildi. Boshida qiynaldim. O'sha yerda mazalarim bo'lmay qoldi. Endi ko'z oldimga qizlarim kelardi. Yoqqa borsam yana qiynalaman. Uysizlikdan qiynalaman deb sabr qilib ishladik. Allohdan so'radim faqat. Allohdan yordam so'radim.
kichkina qizim har kuni telefon qilar. Ko'pincha missay ishlardik, qo'shimcha ish qiynalsak ham shu ko'proq pul topaylik deb. Keyin qizim bilan gaplasholmay qolsam, xafa bo'lar, yig'lardi. Qachon kelasiz? Ayajon, sizni sog'inib ketdim. Allohdan so'ra qizim dedim. Allohdan yordam so'ra, duo qil, ishlarimizga baraka bersin. Kechasi 12gacha ishlar ekansiz. Ba'zida 1gacha, 2gacha ham ishlardik. Endi Nech pul olardi shunga? 600 missayda ishlasak 600-700 dollar bo'lardi. Ishlamasak shu 500 dollarlarga to'g'ri keladi. Ikkala oilaga. Ha. Undan 200 dollarni uy arendasiga to'laydi. Ha. Qiyin, hech Yeb kim ichishlar. musofirchilik qiyin. Shundan orttira oldingizmi? Orttirib bo'lmaydi-ku pulni. Ikkovimiz ishladik. Men ba'zida mazam bo'lmay borolmay qolgan paytlarim qizimga aytardim, qizim bu yoqqa ishlash uchun kelganmiz. Pul yig'ib uy olish uchun kelganmiz. Xafa bo'lmagin. Men borolmayapman, sen bugun missayda qolib ishlagin derdim. Qizim ish qilib yo'qdimadi. Alloh rozi bo'lsin qizimdan ham. 1gacha, 2gacha qolib ishlardik ba'zi paytlar ko'proq pul topish uchun. Nima bo'ldi ko'nglingizdan shunaqa paytda ona qizim? Sog'inch qiynaydi judayam. Men umuman hech kimga ravo ko'rmayman musofirda. Bu yoqda oila sog'inch qiynaydi. Bir tarafdan musofirchilik, tilni bilmaysiz. Ko'chada qo'rqamiz. Militsiya tutsa dokumentimiz yo'q. Uni to'g'rilashga ham ancha pul ketadi. Onam alohida, meni alohida tutsa nima qilamiz begona yurtda? Yolg'iz qolib ketmaylik deb ko'chaga ham chiqmasdik. Shuning uchun faqat Allohdan so'rab duo qilardik. Ey Allohim, o'zing ish qilib yordam ber-da, onam ikkalamiz deb ish qilib begona yurtda qiynalmaylik. Militsiya tutolmasin, alohida tutmasak juda ham qiynalasiz. Deport qiladi. Til bilmaysiz. Boshida juda qiynalganmiz til o'rganishga, gapirishsa tushunmaysiz. Bu yoqda singlim qilardi har kuni yig'lab. Sog'inib ketdim, qachon kelasizlar derdi. Bunga ham endi kichkina, buni ham yuragini siqamiz. Kelmasdi uncha, xudo xohlasa o'zimizda uyimiz bo'lsa boramiz. Ishlab uyga pul yig'aylik. Duo qilgan, faqat Allohdan so'ragin derdik. Allohdan so'rardim faqat. Allohdan so'radingizmi? Nima deb so'radingiz? Allohim, onamni tezroq pullar ko'p bo'lib, buyoqqa kelsinlar, sog' salomat pullarni ko'p pullar to'g'lab kelsinlar. Shunaqa bo'ldimi? Shunaqa bo'ldimi? Subhanalloh. Tez qaytargan onajonim, pullar ko'p bo'lib qaytsinlar demdingiz? Shunaqa bo'lib qaytdilarmi? Alloh bor ekanmi? Eshitar ekanmi mana qizim? Ana subhanalloh. O'sha hozir sizga kichkina bitta videodan parcha beramiz. Biz bularni o'sha Istanbulda ishlayotgan joylarida borib ziyorat qildik. Allohdan so'ragan duolaringiz ijobat bo'ldi menimcha. Olmasa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ishlayotgan so'fi inshaalloh mushkullaringizni oson qiladigan tarbiya bo'lib ko'rsatsin. Shunday ona so'fi bu sizni ehtiyojingiz, bu sizga kelgan narsa, biz sabab. Buni Alloh bo'lsin inshaalloh. 3 kundan beri halovatni yo'rdik. O'zbekistonga ketgim keldi. Vallarim sog'inib yurib. Alloh yetkazdi faqat. Yigitlarimiz borib qo'lingizga shu Ajr Sedana nomidan 10 ming dollar pulni topshirishdi omonatni. Rosa xursand bo'ldim. O'zi ular borishmasdan oldin 2-3 kun oldin rosa siqilib yurdim. Tush ko'rdimda. Qo'limda rosa chiroyli, yuzidan nur taralib turgan chaqaloq bor edi qo'limda. Uyg'onib ketdimda. Xavotir oldim, qizlarimdan xavotir oldim.
uydagilarimiz ish qilib Allohim yaxshi xabar kelsin-da, uyimiz tinchmikin deb o'sha kunlari missiyada ishlab bular bilan oilam bilan gaplasha olmadim, ham vaqtim bo'lmadi. Keyin Allohdan so'radim, o'zimni ham qizlarim oldiga kelgim kelib yuruvdi. Sog'inib, yig'lab, ichimdan, qalbimdan Allohim o'zing menga kuch-quvvat bergin. O'zimga o'zim gapirib, Komila sabr qilgin, ozgina qiyinchiligi bo'ladi. Hozir sabr qilib ishlamasang, pul topmasang, bolalaringni kelajagi nima bo'ladi deb o'zimga dalda berib, Allohdan yordam so'rab yurdim. Bular borishgandan keyin yana bir kira amin bo'ldimki, Allohning muhabbati hamma narsadan ustun. Turkiyada bo'ladimi inson? Hech kim yo'q joyda bo'ladimi? Uni tushuntirib berolmayman Allohning muhabbatini. Qayerda bo'lmasin O'zim yetib boradi. Kutmagan yog'imdan Turkiyada misol uchun tanishlarimiz ham yo'q edi. Faqat Xudodan boshqa hech kimdan yordam so'ralmasdim. 2-3 kundan ko'p ham o'tmadi. 2-3 kundan keyin shunday bular borishdi. Men o'zi shokka tushib qoldim o'shanda bordi. O'z Allohdan so'rab, Allohim uyim bo'lsa, shu bitta hech bo'lsa uyda pulini ishlab bormasam bo'ldi. Bir-birdan noyisam ham ballalarim oldida bo'laydi. Xudodan so'rab yurdim. Alloh men so'raganimdan ziyoda qilib berdi. Men Allohim o'zi kechirsin hammamizni. Bizni loyiqmikimiz deyman. Allohim shunchalik bizni mehr-muhabbati bilan shunday chiroyli uylarni nasib qilganiga Allohga shukrlar bo'lsin. Allohga shukrlar bo'lsin. Hech kim Allohning muhabbatidan ayirmasin. Birinchi o'rinda Alloh yaxshi ko'rsin ekan. Amin. Amin. Va siz 2 kundan keyin Toshkentga bilet olib mana qaytdingiz. Bolalarni kutib olish qanaqa bo'ldi? Kutilmagan bo'ldimi qaytishingiz? Kichkina qizimga surpriz qilaman dedim. Chunki bu eng kichkinam bo'lgani uchun, to'g'risi bu qizim ham 8 yildan keyin Allohim bergan ne'matida menga mukofoti deb bilaman. 21 yoshimda xo'jayinim qamalib qolgandilar. 8 yil kutdim xo'jayinimni. Kelganlardan keyin Allohim shu qizimni bergan. Inshaalloh. Aytaman 8 yil xo'jayinimni sabr qilib kutganim evaziga bu meni mukofotim deyman. Kutilmagan bo'ldimi kelishlari? Xursand bo'lib ketdingizmi? Surpriz qilib keldik. Biz endi undan keyingi jarayonda ham bular kelishlari bilan o'sha kasal bo'lganlari bois kasalxonaga yotdilar, muolajalarni olayotgan damlarda hozir biz bularni mana hozir o'zingiz ko'rdingiz, tabibga olib boramiz degan bahona bilan biroz yolg'on bilan olib keldik. Siz o'sha yerda bo'lganingizni o'zida allaqachon bo'tdi, uy allaqachon sizga hozir edi. Allohning ishlarini qarang-da. O'sha 10 ming dollarga berilganda uy allaqachon sotib olgan edik. Allohni qarang, siz bilmagan holatingizda siz uchun nimalar tayyorlayotganini subhanalloh deysizda. Bu hammamizga ibratda, hammamizga ibrat. Mana bularni aytib berayotgan gaplari, uni orqasida bo'layotgan mo'jizalar, bu hammamizga ibrat aytadi. Nafaqat boylarga, balki mana shu qadar sinovda sinalayotganlarga ham bu videolarni ko'rsatamizki, Allohdan boshqa yo'l yo'q. Allohning etagini mahkam tuting. Mana bular aytganlaridek qayerda bo'lmang nusrat yetib kelishi aniq. Va siz bilmaysiz, siz qiynalayotgan, siqilayotgan, isyon qilayotgan damingizda Alloh taolo sizga nimalarni hozirlayotganini. Hamma sinovli imtihon bu dunyo bo'lgandan keyin bu imtihonlarimizda va bu imtihonlarning ajri bor. Buni orqasida bir yaxshiligi bor. Subhanalloh. Bu uyni katta qismini zakot o'rnida qabul qilasiz. Bir yaxshi insonlarni sizlarga mehri, sizlarga muhabbati, izhori bu. Ular nomlaridan qabul etasiz. Qolaversa ajr qora sedana nomidan mana shu ehson sadaqotlarimizni qabul qilasizlar. Bu bizning bo'ynimizdagi omonat, bu sizlarning haqqinglar. Mana bu yerda ajr qora sedana nomidan 50 million so'm pul qabul qilasiz.
mana shu. Qara. Oddiygina, hech kim o'ylamaydi hech narsani. Uncha e'tibor bermaysiz, lekin buni orqasida qanaqangi katta xursandchiliklar qarang sodir bo'lyapti azizlar. Ajr qora sedana, ajr family, hammasi bir maqsadda azizlar. Sadaqa joriya bu. Bizlardan yaxshilik qolsin. Yaxshilik yetib borsin odamlarga. Bu nafaqat ehson, balki jismu joningizga ham qon foyda. Bu haqda juda ko'p hadislarni eshitgansiz. O'limdan boshqa har dardga davodir deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Qolaversa, ajr nomi bilan ajr. Mana ko'ryapsiz. Har bittasini ichayotganingizda, sotib olayotganingizda, uydagilarga tavsiya qilib ichirayotganingizda bilingki, buni orqasida ko'p xursandchiliklar sodir bo'ladi. Siz ulug' ishga hissa qo'shyapsiz va o'zingizni hissangizni hech ham kam sanamaysizlar. Chunki uni siz ixlos bilan buyuk niyatda qilyapsiz. Xarid qiling. Uydagilarga, oila a'zolaringizga, ota-onalaringizga ichiring. O'zingiz ham har kuni ichishni odat qiling. Bu o'zimizniki. O'zimiznikilarni qo'llab-quvvatlangaysizlar. Qarang, o'zimizni opa-singillarimiz, o'zimizni zaifalarimiz chet ellarda musofirchilikda qiynalib yurgan joylarda qanday xursandchilik sodir bo'ldi. Bu ham erkaklik, ham fuqarolik vazifamiz emasmi? Bular bizning omonatlarimiz. Shularga darmon bo'laylik, shularni koriga yaraylik. Bizlardan qoladigani shu, aziz vatandoshim. Odamlarga nima degiz keladi? Nima gaplaringiz bor? Odamlarga mehribon, birinchi o'rinda mehr oqibatli bo'lishlikni tavsiya qilaman. Keyin shu ko'proq ehson qilishni tavsiya qilaman. Chunki bu narsa o'zimni boshimdan ham o'tdi-da. O'zim qiynalganim uchunmi, qiynalgan insonlarni ko'rsam yuragim achiydi, og'riydi. Iloji boricha qo'limdan kelgancha yordam qilaman-da. Hozir nima desam bo'ladi? Bu Allohning muhabbatini men sizga aytib tushuntirib bera olmayman-da. Turkiyada yurganimda hech kimga aytmagandim. Sizga hozir aytaman. Alloh o'zi qabul qilsin. Turkiyada bir vatandoshimiz jiyanlari rak kasali bo'lib qolganda, Hoji Akbarjon degan. O'sha Gulchehra opam bilan Turkiyada ishlab yurganimizda telefon qildilar, yana mazasi bo'lmayapti. Qor yigit. Ha, operatsiya qilishimiz kerak deb, pulimiz yo'q dedilar. Rosani qildilar. Endi qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qildim. Operatsiyaga pul yig'yapmiz dedilar. Keyin 2-3 kundan keyin telefon qilib aytdilarki, biz umraga ketishga niyat qildik dedilar. O'zim o'sha bolacha kasal bo'lgandan beri aytardim-da Gulchehra opaga. Shu Allohning uyiga olib boringlar. Umraga o'sha yerda 1 oy turib Allohdan yordam so'ranglar. Allohdan umidlaringni uzmanglar, inshaalloh tuzalib ketadi derdim. Shu Hoji Akbarjonning tushiga kiribdi ekan umraga borishlik. Shu yigitmi? Shu yigit. Davolatdingmi? Ko'rardim. Davolatdik buni. Alloh rozi bo'lsin. Operatsiyadan muvaffaqiyatli chiqdi. Alloh rozi bo'lsin. Sizdan oldin buni oldiga boruvdik. Alloh rozi bo'lsin. Rosa ham keyin shu narsani endi mendan yordam so'ralmayaptilar-da. Tanish insonlaringiz bo'lsa, yordam berishsa dedilar. Shunaqa umraga ketmoqchimiz, lekin pulimiz yetmayapti dedilar. $200 yo'l kiralariga yetmay qolibdi-da. Keyin men o'zim kichkina qizim bilan umraga borishni Allohdan so'rardim-da. Allohim, o'zing nasib qilgin, Xudo xolasa ishlasam, pul yig'sam, Xudo xolasa boramiz deb niyat qilardim. Keyin ochig'i qiynalsam ham Alloh uchun shu $200 men beraman dedim. Gulchehra opajon dedim. Mashalloh. Ketinglar dedim. Qolmanglar, ketinglar, boringlar dedim. Faqat duo qilsalaring bo'ldi. Endi shunaqangi xursand bo'ldim. Yoqqa borishgandan keyin videolar tashidilar. O'sha qilgan ehsonimning mukofotini. Mukofoti, ehsonning mukofoti. Alloh menga ehsondir. $200 necha yuz baravar qilib qaytarib beryapti. Subhanalloh. Bu Allohning muhabbatida. Albatta. To'g'risi hech kimga aytmagandim. Uydagilarimga ham aytmagandim. Faqat qizim bilardi. Bolachan yaxshi ko'rardik, yosh bola bo'lgani uchun. Juda ham shirin yigit. Juda ham nurli yigit. Inshaalloh bu yigitning hali ko'p yurtiga foydasi tegadi. Hozir ham foydasi tegib turibdi. Chunki bu yigit duosi ijobat yigit.
Aziz vatandoshlar, hammanglarga ming rahmat. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bu amallarimiz bardavom bo'lsin. Men endi hozir shu qizimizdan bir duo iltimos qilaman. Sizlarning duoyingiz ijobat hamma vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimizni va shular qatorida bizlarga ham bir duo qilib qo'ying. Allohim har bandani sen o'zing yaxshi ko'rgan, Allohning mehr muhabbatini chekki, Allohim bizdan biz gunohkor bandalaringdan o'zing mehr muhabbatingni darig' tutma ya Allohim. Sizlar bizlarga uy berdilar, Alloh sizlarga jannat bersin, jannat bilan siylasin. O'zing bizlarni to'g'ri yo'lingdan adashtirmagin ya Allohim. Shu bizga uyimizga qilingan ehsonda ya Allohim kimni zarra qadar hissasi bo'lsa ham ya Allohim o'zing uni ham mukofoting bilan siyla, jannating bilan siylaga ya Allohim. Hammamizdan o'zing rozi bo'lgin ya Allohim. O'zing bizlarni dinimizda, namozimizda bardavom qilgin ya Allohim. Har birimizni yurtimizga, oilamizga, qarindoshlarimizga, shunaqa qiynalgan insonlarga, oilalarga yaxshilik qiladigan, faqat yaxshilik ulashadigan yaxshi inson qilib yetishtirgin ya Allohim. Bizga o'xshagan musofirda qiynalib yurgan insonlarni o'zing mushkulini oson qilgin ya Allohim. Bizga ehson qilishibdi ya Allohim, shu uylarni hadya qilishibdi. Sen ularni Firdavs jannating bilan siyla ya Allohim. Jannatlarda payg'ambarimizga qo'shni qilgin ya Allohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning qo'llaridan Havz Kavsar suvlarini ichmoqlikni nasib aylagin ya Allohim. Bizga shu uylarni berding ya Allohim. Endi o'zing bizni shu uylarga munosib qilgin, yo'limizga bardavom qilgin, dinimizda iymonimizni mustahkam qilgin ya Allohim. Qiyomat kuni seni oldingda turganimizda yuzimizni uyatlamagin ya Allohim. Namoyi amalimizni bizga o'ng qo'limizdan, orqamizdan, chap tarafimizdan bermagin ya Allohim. To'g'ri yo'lingdan adashtirmagin, hammalaringdan Allohim aziz. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh, qanday go'zal kun. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat.